Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Astagfirullah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallohu bima ta'maluna xabir. Alloh sizlardan iymon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni baland daraja martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan barcha yaxshi va yomon amallaringizdan xabardordir. Boshqa oyatda astagfirullah qul hal yastavillazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun deb marhamat qiladi. Ayting, bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'lurmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarida man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din deganlar. Muttafaqun alayh. Alloh subhanahu va taolo qaysi bir bandaga yaxshilikni iroda qilgan bo'lsa, u kishini dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Inna fazlal alimi alal abidi ka fazlil qamari laylatil badr ala sayril kawakib." Olimni, obidni oldidagi fazilati xuddi Badr kechasidagi to'lin oyning boshqa yulduzlar oldidagi fazli kabidir dedilar. Innal ulamaa warasatul anbiya. Ulamolar anbiyolarning varislari. Albatta ular birodarlar. Payg'ambarimiz aytganlar, dinar va dirhamni meros qilib qoldirmaganlar. Ular ilmni qoldirganlar. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta narsaga ega bo'ldi. Ha birodarlar, mana shu shariatimizda ilmni va olimlarni qadri mana shunday baland. Olimlar anbiyolarning varislari. Alloh yaxshi ko'rgan, tanlab olgan bandalari. Shariatimiz ulamolarni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Dinimiz ulamolarimizni hurmatini joyiga qo'yishga buyuradi. Bu zimmamizdagi vojib amal. Ammo biz hozirgi kunda ilm ahllarimizga mana shunday muomalada bo'lyapmizmi? Ularni qadrlayapmizmi? Men sizlarga bugun hozirgi kunda odamlar orasida yoyilib qolgan bir illat haqida gapirmoqchiman. Ulamolarni masxaralash, ularga ta'na malomat toshlarini otish, ularni kufrda ayblash, haqorat qilish, ilmini masxara qilish, ilmini haqorat qilish kabi ishlar.